So'nggi 24 soat ichida Eron mintaqa davlatlariga bir nechta hujumlar uyushtirgan. Kecha 27-mart kuni Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasiga ballistik raketa zarbasi oqibatida 12 amerikalik jarohat olgandi. Jarohatlangan amerikaliklardan 2 nafari og'ir ahvolda, qolganlari esa yengil jarohatlangan deb xabar berilgan. AQShning yuqori lavozimli amaldorlarining tasdiqlashicha, kamida bitta KC-135 yonilg'i quyish samolyoti zarbaga uchragan va yong'in chiqqan haqida xabar berilgan. Mintaqaviy manbaning aytishicha, hujumda ham Eronning ballistik raketalari ham dronlari ishtirok etgan. Bugun 28-mart shanba kuni esa Kuvayt xalqaro aeroporti Eron dronlari hujumlariga uchragan. Radar tizimlari va yoqilg'i saqlash inshootlariga zarar yetkazilgani, ammo hech kim halok bo'lmagani haqida Kuvaytning rasmiy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgan. AQSh va Isroil o'rtasidagi Eronga qarshi urush boshlangandan beri Kuvayt aeroporti bir necha bor nishonga olingan. Ayni shu kuni Bahraynda joylashgan Aluminium Bahrain Alba kompaniyasi ham o'z zavodi Eron hujumiga uchraganini tasdiqlovchi bayonot bergan. Alba rasmiylari xodimlarining xavfsizligi ustuvor vazifa bo'lib qolayotganligi va kompaniya Albaning 2 xodimi yengil jarohat olganini tasdiqlashini bildirgan.